Bugun yana sizlar bilan falsafa darsi va bugungi sizlar bilan o'rganadigan mavzuyimiz 9-mavzu inson falsafasi mavzusini bugun sizlar bilan o'rganib chiqamiz. Bugungi o'tadigan mavzuyimizni sizlar bilan 4 ta bosqichga, 4 ta rejaga bo'lgan holatda o'rganamiz. Aynan birinchi rejamizda insonning kelib chiqishi haqidagi diniy va ilmiy yondashuvlar. Ikkinchi rejamizda inson falsafiy tahlil obyekti sifatida. Uchinchi rejamizda ongning kelib chiqishi va mohiyatini hamda 4-rejamizda ongning tuzilishi, shakllari va funksiyalarini o'rganib chiqamiz. Endi insonning kelib chiqishi haqidagi dastlabki diniy va ilmiy yondashuvlar mavjud. Inson kelib chiqishi eng murakkab va jumboqli fenomenlardan hisoblanadi. Ya'ni o'sha qadim zamonlardan boshlab ushbu fenomenni tushuntirishda bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan ikkita paradigma mavjud bo'lgan va birinchi paradigmada insonning Xudo tomonidan yaratilganligi ilgari suriladigan bo'lsa, ikkinchi paradigmada tabiiy tarixiy evolyutsion nazariya, ya'ni evolyutsiya, insoniyatning rivojlanish evolyutsiyasi natijasida paydo bo'lgan degan ikkita insonning paydo bo'lishi haqidagi nazariya ilgari suriladi. Endi ibtidoiy miflarda odamlarning kelib chiqishi haqida ko'pincha mifologik qahramonlarning transformatsiyasi, ya'ni o'sha turlarning o'zgarish natijasida boshqa turdagi hayvonlardan, insonlardan sekin-sekin hozirgi qiyofadagi insonlar shakllangan, o'sha transformatsiya jarayonida paydo bo'lgan degan qarashlar mavjud ibtidoiy miflarda. Undan tashqari hozirgi biz oladigan jahon dinlarida, o'sha diniy nazariyada jahon dinlarini oladigan bo'lsak, keng tarqalgan insonning Xudo tomonidan loydan yaratilganligi haqidagi tasavvurlarning mifologik ildizlarga ega ekanligini yaqqol ko'rishimiz mumkin. Yoki o'sha qadimgi Vavilonda yaratilgan poema hisoblangan Eron Elishda tasvirlanishida deydi, dastlabki odam tartib xudolari va tartibsizlik xudolari o'rtasida bo'lib o'tgan urushdan so'ng loy va qondan yaratilgan degan nazariyalar ham bor. Endi diniy nazariyalarda qadimgi Misr afsonalaridan biri hisoblangan Xunum degan o'sha xudosi odamni deydi, kulolchilik charxi yordamida loydan yasaganligi haqidagi g'oyalar ham bor. Shuningdek, aytadiki, ayolning deydi, erkak kishining qovurg'asidan yasalganligi motivi Mesopotamiyada yaratilgan miflarda ham keng tarqalgan. Va shuningdek, insonning Xudo tomonidan yaratilganligi haqidagi paradigma har doim diniy e'tiqodlar va ishonchlarga asoslangan holatda bildiriladi. Albatta, insonning tabiiy tarixiy kelib chiqishi to'g'risidagi falsafiy konsepsiyalar toki o'sha 19-asrning oxiriga qadar faqatgina mushohadalardan iboratgina bo'lib, hech qanday bir isbot yoki dalillar bo'lmagan. Faqat buni isbotlar, dalillarni o'sha 19-asr oxirlari va 20-asr boshlaridan buni aniq bir faktlar asosida, isbotlar asosida nazariyalar orqali ko'rsatib bera boshlaganlar. Aynan tabiiy ilmiy nazariyalarda insonning hayvonlarga o'xshab ketishini odamlar juda o'sha qadim zamonlardan boshlaganlar va buni antik falsafaning o'sha qadimgi davrda insoniyatning paydo bo'lishi va ularning hayvonlarga mos kelishi, ya'ni hayvonlar bilan o'xshashlik joylarini qadimgi Yunon faylasuflari ham buni tadqiq eta boshladilar. Aynan bu harakatlarning dastlabkilaridan biri qadimgi Gretsiyada Arastu amalga oshirgan va bu jarayonni insonlarning hayvonlar bilan o'xshash harakatlarini Arastu o'z nazariyalarida ko'rsatib o'tadi ilk bor. Va o'sha qadimgi Rimda yashagan vrach, ya'ni shifokor va anatom olim Klavdiy Galen esa birinchilardan bo'lib odam bilan maymun o'rtasidagi o'xshashlikni o'z g'oyalarida keltirib o'tadi. Shuningdek, odamning kelib chiqishi haqidagi tabiiy ilmiy nazariyalarning uzul-kesil taqsimlanishida biz bilamizki, Charles Darwinning tabiiy tanlanish natijasida turlarning kelib chiqishi hamda insonning kelib chiqishi va jinsiy tanlanish kabi asarlarda uzul-kesil mana shu asarlarda Charles Darwin insonning paydo bo'lishi haqidagi o'z fikrlarini keltirib o'tadi.
Aynan hozirgi zamon tasniflari ma'lumotlariga ko'ra hozirgi odam turi guruhlariga bo'layotganda umurtqalilar kichik turiga, sut emizuvchilar sinfiga, primatlar guruhiga hamda gominoidlarning katta oilasiga, ya'ni gominoid oilasiga, ya'ni Homo turiga mansub ekanligi bu tasdiqlangan va isbotlangan. Bundan, ya'ni hozirdan bundan 100-150 ming yil ilgari neoantroplar hozirgi biologik tipdagi odamlar paydo bo'la boshladi. Ya'ni hozirgi tipdagi odam, ya'ni Homo sapiens oilasiga kiradigan hozirgi qaddi qomatini tik turib yuradigan odamlar bundan 100-150 ming yil ilgari tadqiq qilingan, ya'ni mavjud bo'lgan, paydo bo'lgani haqida nazariyalar ilgari surilyapti. Aynan falsafa tarixida insoniyatga murojaat etmagan, inson moddiy ma'naviy borligini turli tomonlarini bevosita yoki bilvosita tahlil qilmagan faylasuf yoki falsafiy yo'nalishni topishning o'zi qiyin. Aksariyat falsafiy va diniy tizimlar katta olam yoki makrokosmosga zid o'laroq insonga mikrokosmos yoki kichik olam ta'rifini ham berishadi. Faylasuflar inson sirrining tagiga yetish bu borliq jumbog'ining tagiga yetish bilan barobar ekanligini qayta anglab yetganlar. Ya'ni faylasuflarning nazariyasiga ko'ra insonni nimadan paydo bo'lganligi, qanday paydo bo'lganligini, mohiyatini anglash bu olamning qayerdan va qanday paydo bo'lganligini anglash bilan barobar degan fikrlarni bildiradilar. Aynan buyuk Yunon olimi Suqrot o'zligingni angla, o'zingni bilsang olamni bilasan degan hikmatli so'zlari har bir tarixiy davrda yangicha ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, Suqrotning shogirdi va shogirdi Aflotun, asli ismi Platon bo'lgan Aflotun, insonning ruhi o'lmaydi. U har gal yangi tanaga ko'chib o'tadi degan taxminiy nazariyalar ilgari suradi. Shuningdek, aytadiki, insonning o'zini o'rab turgan dunyoni o'rganishga urinishi bu ruhning tanaga kirgunga qadar mushohada etgan abadiy g'oyalari haqidagi xotiralaridir. Aflotun uchun inson ideali bu donishmand, faylasuf bo'lib, uning ruhi ko'p sayr qilgan va shu sababli bilimlarning eng to'g'risi va qimmatlisidir degan fikrni aytadi. Bunday komil faylasufni Arastu o'zini tafakkur etuvchi degan ta'rifni ham aytadi o'z qarashlari va nazariyalarida. Endi davom etamiz. Antik falsafada o'zi inson nima degan savolga javob bermadi. Balki ana shu savolni kun tartibiga qo'ydi. Asosiy masala sifatida qo'ydi. Antik davr falsafasi. O'rta asr falsafasi asosan diniy falsafadan o'laroq insonni unda ikkita negiz, ya'ni ikkita asos. Birinchisi oliy, ya'ni ruh. Oliy ruh. Ikkinchisi past, ya'ni tan deb bir-biri bilan uzluksiz kurash oluvchi mavjudot sifatida qaradi. Ya'ni o'rta asr faylasuflarining asosiy diniy falsafiy g'oyalari o'laroq insonni asosiy ikkita narsadan iborat. Oliy, ya'ni yuqori turuvchi va pastda turuvchi. Oliyga insonning ruhini, pastda turuvchi qismiga esa bunga tanasini kiritdi degan g'oyalarni bildirib o'tadilar. Xuddi shuningdek, o'rta asr Yevropa diniy falsafasining otasi hisoblangan Avreliy Augustin insonning mohiyatini aynan ruh va faqat u tashkil etadi deb hisoblaydilar. Tana esa vaqtinchalik qobiq, ruh qamalgan joy. Ruh zindonidan boshqa narsa emas degan fikrni Augustin o'z g'oyalarida keltirib o'tadi. Yana bir olim, faylasuf Foma Avkinskiyning fikriga ko'ra, olam ruh bilan tanning uyg'un birligidan iborat. Har doim ruh qayerda bo'lsa, tana qayerda bo'lsa, ruh ham har doim u bilan birgalikda namoyon bo'ladi. Hayvoniy dunyo bilan oliy ilohiy farishtalar olami o'rtasida deydi, qolgan mavjudot
degan fikrlarni ilgari suradi. Unda jismoniylik qancha ko'p bo'lsa, u hayvonga shunchalik yaqinlashadi. Ruhiyat qancha ko'p bo'lsa, u shuncha farishtalarga yaxshi yaqinlashadi degan fikrlarni ham Foma Avkinskiy o'z nazariyalarida keltirib o'tadi. Shuningdek, 19-asr falsafiy fikrning inson haqidagi ta'limotni rivojlantirishdagi eng muhim yutuqlaridan biri bu Ludwig Feuerbachning falsafiy antropologizmi hisoblanadi. U o'zining g'oyalarida inson mohiyati muammosini falsafaning birdan bir universal va eng oliy muammosi sifatida qaraydi va birinchi planga, ya'ni birinchi darajaga olib chiqadi. Biroq Feuerbach aslida insonga biologik nuqtai nazardan qaraydi. Uning ijtimoiy mohiyatini izlamaydi. Faqat biologik jihatdan unga e'tibor qilib, biologik jihatdan insonni tahlil qila boshlaydi. Xuddi shuningdek, Freudizm, ya'ni o'sha Freudning nazariyasini davom ettirgan avstriyalik psixolog Sigmund Freud o'z nazariyalarida shaxs tuzilmasida 3 ta asosiy qatlamni ajratib ko'rsatadi. Ya'ni aytadiki, birinchidan deydi, u, ya'ni ong osti. Ikkinchisi men yoki ego, bu ong. Uchinchisi yuksak ong, ya'ni yuksak men, ya'ni yuksak ong. Shunda qo'yyapti. Ong osti, ong va yuksak ong kabi 3 ta qatlamga bo'lib ko'rsatyapti Sigmund Freud va Freudizm ta'limotiga asos solyapti o'z qarashlari orqali. Endi insonni biz 4 ta guruhga bo'ladigan bo'lsak, biz bilamizki, individ, odam, shaxs va inson degan tushunchalar bor va mana shu tushunchalarni bir tahlil qilib chiqamiz. Individ, ya'ni individuum, bu lotincha bo'linmaydigan, alohida, mustaqil holda mavjud bo'lgan organizm. Alohida odam, ya'ni shaxs, bu individ. Odam tushunchasi biologik va ijtimoiy jihatlarni o'zida mujassamlashtiradigan tirik jonzot, ya'ni odam zoti, bu odam. Shaxs, alohida individ, mohiyatan yaxlit ijtimoiy axloqiy olam. Ya'ni u o'zida inson mohiyatini, uning mavjudot sifatida qadriyatlarni ham mujassam etadi. Inson tushunchasi esa odamzodni muayyan darajadagi ijtimoiy xususiyatlari, jihatlarini o'zlashtirib olganligi bilan kamolot darajasini ifodalaydi. Ya'ni eng yuqori darajasi bu inson degan tushuncha bilan ifodalanadi. Endi davom etadigan bo'lsak, insonni falsafiy tahlil obyekti sifatida ko'radigan bo'lsak, bunga ham olimlarning o'z g'oyalari, nazariyalari bor. Misol uchun o'sha buyuk va ulug' tasavvuf olamida o'zining o'z g'oyalari bilan ilgari surgan buyuk olimlardan biri Abduxoliq G'ijduvoniy insonni olam ichida kichik olam deb ta'riflaydi. Ya'ni olam ichida kichik olam, ya'ni insonning o'zi ham kichik bir olam degan g'oyalarni ilgari suradi. Inson tushunchasi va uning falsafiy tahlili avvalambor inson tiriklikning eng oliy mo'jizasidir. Boshqa jonzotlardan ajralib turuvchi ijtimoiy mavjudot sifatida tabiiy tarixiy qadriyatdir inson zoti. Insonni ontologiya va antropologiya nuqtai nazardan, ya'ni insonni borliqning bir qismi sifatida talqin qilish va uni vujudga kelishi ijtimoiy xususiyatlarning shakllanishi bilan bog'liq holda tadqiqotlar ham davom etmoqda. Aynan inson jamiyatsiz yashay olmaganligi kabi jamiyat ham insonlarsiz yashay olmaydi. Jamiyatning eng asosiy bo'g'ini, eng asosiy markazi bu inson hisoblanadi. Inson qanchalik mukammal o'rganiladigan bo'lsa, o'sha insoniyat uchun yaxshi sharoit, imkoniyatlar yaratiladigan bo'lsa, albatta o'sha jamiyatda ham ijtimoiy tuzum ham yaxshi va samarali rivojlanishiga olib keladi. Endi inson deganda aynan insonni shaxsga aylanish uchun, ya'ni odamning shaxsga aylanishi uchun jismoniy yetuklik, ya'ni dominant omili muhimmi yoki yo'qmi?
degan savol paydo bo'ladi. Insonning yetuklik darajasiga yetish uchun unda jismoniy jihatdan to'la barcha narsalarning bo'lishi shart emas, tushuncha degan tushunchani ko'rishimiz mumkin. Va buni bir misol sifatida mana siz ko'rib turgan rasmdagi janob Nik Vuchich. Bu buyuk notiq, buyuk motivator, dunyoga mashhur bo'lgan shaxs. Albatta, mana shu insonda ham na qo'llari, na oyoqlari bor. Lekin komillik darajasiga erishgan. Dunyoqarash, tafakkur, ong jihatdan yuqori natijalarga erishgan. Ya'ni insonning komillik shaxsga aylanishi uchun, komil insonga aylanishi uchun unda biologik jihatdan, ya'ni qo'l, oyoqlari bo'lmasa ham u yetuk aqliy irodasini namoyon qilishi mumkin albatta. Shuningdek, hozirgi g'arb adabiyotlariga e'tibor qiladigan bo'lsak, insonni ta'riflayotgan paytda unga uning qarashlari, uning g'oyalarini mind body, ya'ni aql tana, shuningdek tabiat va tarbiya munosabati muhokama qiladi. Ammo asosiy muammo ko'rsatib o'tilgan mohiyatlarni mufassallashtirishda emas, balki insonni yagona obrazini yaratishdan iboratdir. Umuman har bir tizimini, insonning har bir bo'laklarini alohida o'rganish emas, insonni o'zini yaxlit bir butunlikda tasavvur qilish va u haqida yaxlit bir tushunchani, dunyo qarashini, u haqida yagona bir tasavvurni paydo qilish asosiy masala hisoblanadi. Bu esa ijtimoiy, gumanitar va tabiiy ilm sohalaridagi bilim yutuqlarini o'zida mujassamlashgan kompleks yondashuvlarni taqozo qiladi albatta. Insonni bioijtimoiy mohiyatiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, albatta falsafiy antropologiya yechadigan muhim muammolar orasida inson biologik va ijtimoiy mohiyatining o'zaro nisbati to'g'risidagi masalaga alohida o'rin qaratishimiz lozim. Inson jonli tabiatning bir qismi. Albatta, biologik evolyutsiya mahsuli ekanligini hozirgi zamon tabiatshunosligi nafaqat olimlar va mutaxassislar, balki ma'rifat olimlari, insonlar, ma'rifat bilan shug'ullanuvchi odamlar uchun ham aniq, ravshan va shubhasiz ekanligini ko'rishimiz mumkin. Har bir inson o'z biologik xususiyatlaridan kelib chiqib, o'zining genetik kodi, vazni, bo'yi, mijozi, terisi va o'sha sochining rangi-yu yashash muddati va shu kabilarga ko'ra bir-biridan betakror va hech qaysi bir inson boshqa bir insonga o'xshamaydi va takrorlanmasdir. Har bir elementi, har bir detali bilan insonlar bir-biridan farqlanib turadi. Inson individi faqat biologik, balki ijtimoiy mavjudot sifatida ham o'z xususiyatlarini kasb etadi. Inson kamol topishi bilan jamiyatda, nafaqat jamoatda ham o'z o'rniga ega boradi va undagi tafakkur bilan bog'liq bo'lgan xususiyatlar ham vaqt o'tgani sayin sekin-sekin unda ong degan tushuncha paydo bo'ladi. Xo'p, ongning kelib chiqishi, o'zi ong nima? Ongga ta'rif beradigan bo'lsak, ong falsafaning subyektiv reallikni ifodalovchi g'oyat keng kategoriyasi hisoblanadi. Ong odamning, uning miyasi va psixikasining tashqi dunyoni ideal aks ettirishi ham bu ongdir. Shuningdek, insonning ma'naviy dunyosi, o'zining dunyoga borligini anglab yetish ham bu ong hisoblanadi. Shuningdek, u tashqi ong insonning tashqi dunyoga munosabatini ham ifodalaydi. Inson deymiz ongli mavjudot va insonlarni hayvonot olamidan ajratib turuvchi eng asosiy mezonlardan biri ham bu ong hisoblanadi. Odam fikr yurituvchi va ongga ega mavjudotdir. Ong yordamida tashqi dunyoda faol harakat qiladi va uni biladi va subyektiv olamni mushohada qilish qobiliyatiga ega. Endi inson o'z tashqi olamidan ajralib, alohida bir mo'jiza, tadqiqot mavzusi sifatida o'rganishga harakat qila boshlagan davrlardan boshlab, ongning mazmun mohiyatini va uni rivojlantirish uchun kerak bo'ladigan barcha strukturalarni o'rganishga kirisha boshlagan. Endi ongning kelib chiqishi bo'yicha turli yondashuvlar bor. Bular diniy yondashuv, idealistik yondashuv va materialistik yondashuv. Xo'p, mana shu 3 ta yondashuvni sizlar bilan ko'rib chiqamiz.
Diniy yondashuv. Diniy yondashuv albatta diniy nuqtai nazardan unga e'tibor qaratib, diniy nuqtai nazardan unga javob berilish tushuniladi. Diniy nuqtai nazardan ong, ya'ni jon Xudo tomonidan yaratilgandir. Ya'ni u ilohiy haqiqatdir. Ilohiy haqiqatdir. Iudaizmda ham, nasroniylikda ham, islom dinida ham birday e'tirof etiladi. Barcha dinlarda ong Xudo tomonidan insonga berilganligi haqidagi nazariya, teoriya ilgari suriladi. Tavrotda shunday bir g'oya bor. Tavrotda jonning ilohiy xilqatliligi quyidagicha tasvirlangan. Xudoy taolo odamni yer gardidan yaratdi va uning yuziga hayot nafasini purkadi hamda odam tirik jonga aylandi. Endi mana shu yerda diniy yondashuvga e'tibor qiladigan bo'lsak, barcha dinlarda insonga ong va jon Alloh tomonidan berilgan, ya'ni Xudo tomonidan berilganligi g'oyasi ilgari suriladi. Idealistik yondashuv bor. Idealistik yondashuvda asosan bu g'oyaviy jihatdan yondashuv deyiladi. Ideal narsaning ruhiy mohiyatini moddiy voqelikdan tashqari va ungacha mavjud bo'lganligini e'tirof etadi. Ya'ni g'oyalar asosida e'tirof etiladi. G'oyalar asosida e'tirof etish jarayonida ongni turli xil shaxslarning, turli xil g'oyalarning, turli xil oqimlarning fikrlaridan kelib chiqqan holatda turli idealistik tizimlarda ongning kelib chiqishi turlicha talqin qilinadi. Birinchidan, bir xil tizimlarda ayrim tizimlarda xuddi dindagi kabi ilohiy xilqatdir deyiladi. Boshqa bir nazariya tizimlarda esa dualizmda gilosoistik ta'limotda, ya'ni ong abadiy yashaydi. Bir nuqtasida unda ong paydo bo'ladi, ong shakllanadi degan g'oya ilgari suriladi idealistik yondashuvda. Davom etamiz. Materialistik yondashuv. Materialistik yondashuv asosan bu materiya, bu moddiylik, ya'ni moddiy asoslardan kelib chiqqan holda talqin qilinadi. Ya'ni materializm doirasida ham ongning kelib chiqishiga turlicha yondashuvlar bor. Ba'zan vulgar materializm deb ataladigan fizikalizm va radikal reduksionizm idealni tamomila moddiydan, fizik reallikdan iborat degan fikrni, g'oyalarni ilgari suradilar. Endi mana shu 3 ta nazariyani ham ilgari suradigan bo'lsak, 3 ta nazariyadan alohida kategoriyalar ilgari surilgan. Davom etamiz. Moddiylikka asoslangan qarashlarga ko'ra, ong inikosning oliy shakli hisoblanadi. Xo'sh, inikos nima? Inikos degani nima tushuniladi degan savol paydo bo'ladi. Oddiyroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, inikos bu aks ta'sir. Ya'ni ongning shakllanishi uchun aks ta'sir paydo bo'ladi. Ya'ni inson jamiyatda o'z hayot faoliyati davomida atrof muhitda ko'rgan barcha narsalari uning indikosi, ya'ni aks ta'sir natijasida inson miyasida shakllanishi bu uning indikosi hisoblanadi. Endi eng umumiy ma'noda har qanday narsalarning u bilan ta'sirlashuvda bo'lgan boshqa narsalarning ta'siri muayyan tarzda aks ta'sirga ega va mana shu aks ta'siri inikosni hosil qiladi. Davom etamiz. Insonning real hayoti bu tug'ilish va o'lish bilan bog'liq bo'lgan biologik vaqt doirasida chegaralangan. Har qanday inson albatta biologik mavjudot sifatida tug'iladi va o'lim bosqichini boshdan kechiradi. Mazkur chegaralarda hayot kontinual va avlodlar o'rtasidagi munosabatlarga ham, jinslar o'rtasidagi munosabatlarga ham bog'liq holda o'zgarishlarga to'la. Hozirgi zamon falsafasi va fani insonni o'rganishda uning yaxlitligi ijtimoiy biologik mavjudot sifatida talqinidan kelib chiqib fikr bildiradi. Endi inson o'zi qanaqa, insonga berilgan ta'riflarda turlicha ta'riflar bor. Inson tushunchasi talqin qilishda turli xil ta'riflar bor. Mana misol uchun inson dedi barcha narsalarning mezoni. Protagor qadimgi Yunon sofisti antropocentrizm g'oyasini ilgari surgan va o'z nazariyasida inson barcha narsalarning mezoni degan fikrni ilgari suradi. Yoki naturalizm, bu inson tabiat farzandi degan g'oyalarni ilgari suriladi naturalizmda. Kosmosentrizmda
kosmosentrizm g'oyasida kosmosning hamma narsasi, shu jumladan insonning mohiyati, tabiatini ham belgilovchi ta'siriga ishora qiluvchi, ya'ni insonni kosmos bilan, olam bilan, insonni paydo bo'lishini olam bilan, kosmos bilan bog'lovchi ta'limot bu kosmosentrizm hisoblanadi. Teosentrizm esa olamning markazida yuksak ilohiy borliq yotadi degan ta'limotni ilgari suruvchi g'oya bu teosentrizm hisoblanadi. Va xuddi shuningdek sotsiosentrizm ta'limoti ham bor. Aynan sotsiosentrizm ta'limotida madaniy sivilizatsion omillarga suyanadi va bu yerda inson o'zi yashayotgan ijtimoiy madaniy muhit mahsuli sifatida namoyon bo'ladi sotsiosentrizmda. Shuningdek, sotsiosentrizmga eng yaqin tushuncha sifatida amal qiluvchi bu kulturasentrizm. Ya'ni insonning madaniy mazmun orqali o'z ma'nosini kasb etadigan tezislarning, g'oyalarini ilgari suradi. Undan tashqari dezantroposentrizm bu ham tushunchasi ham bor. Dezantroposentrizm insonni geologik kuchlardan biri sifatida qaraydigan yondashuv. Hozirda ancha mashhur bo'lgan bu dezantrosentrotizm yondashuvi insonni uning mavqei va o'rnidan mahrum etadi. Hech narsa bilan cheklanmagan o'zboshimchalik oqibatlari haqida o'ylashga majbur qiladi. Aynan bu g'oyalarning barchasi dezantrosentrizm g'oyalarida o'z aksini topgan. Endi falsafiy antropologiya. Aynan insoniyatni paydo bo'lishini o'rganadigan bu yo'nalishlardan biri yuqorida aytib o'tganimizdek falsafiy antropologiya, ya'ni inson haqidagi ta'limot. Falsafiy antropologiya bu falsafiy qiziqishlarning markazida tabiat va inson mohiyati to'g'risida masala turuvchi degan g'oyani ilgari suradi. Aynan bu sohada u eksistensiya g'oyalariga qarab mo'ljal oluvchi faylasuflarning fikr mulohazalariga juda boy va ularning g'oyalari mana shu falsafiy antropologiyada o'z aksini topgan. Antropologik yondashuv albatta inson borlig'ining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlaydi. Inson ekzistensional tahlili bilan shug'ullanadi. Ya'ni uni ekzistensional, ya'ni uni biologik va fiziologik jihatdan kelib chiqishini tahlil qilish jarayoni hisoblanadi. Ekzistensiya tushunchasi tadqiqotchining fikrini avvalambor inson qilmishlari va azob-uqubatlarida namoyon bo'luvchi inson hamda dunyo aloqadorligini izlash, aniqlash tomon yo'naltiradi. Insonni dunyo bilan aloqasi qay darajada va ularning bog'liqligini qay tarafdan bog'lash mumkin kabi savollarga javob beradi. Aynan turli zamonlarda mutafakkirlar, olimlar insonni turlicha ta'riflashadi. Insonga berilgan eng va keng qo'llanilgan ta'riflardan biri bu Homo sapiens. Ya'ni aql idrokli odam degani. Aynan Homo sapiens, aql idrokli odam degan ta'rif insonga berilgan eng ko'p berilgan ta'rif hisoblanadi. Undan tashqari yana ko'plab ta'riflarimiz bor. Misol uchun Linney insonni oqil hayvon deb ta'riflaydi. Franklin esa qurol yasovchi hayvon deb ta'riflaydi. Kassirer esa insonga ramziy hayvon sifatidagi odam, ya'ni ramziy hayvon sifatidagi odam degan ta'rifni beradi. Kierkegaard inson tanlash qobiliyatiga ega jonzot degan ta'rifni bersa, Nietzsche esa insonni va'da berishga qodir, bizni axloq qoidalari dunyosiga olib kiruvchi jonzot sifatida ta'riflagan Nietzsche. Russo esa insonni fikrlovchi inson, yo'ldan ozgan jonzot deb ta'riflaydi. Fikrlovchi inson bu yo'ldan ozgan jonzot degan ta'riflarni beradi. Bu barchasi inson degan tushunchaga turli olimlar tomonidan berilgan ta'rif. Xuddi shuningdek, Scheller fikriga ko'ra, inson haqida fikr yuritayotgan o'qimishli yevropalikning ongida g'oyalarning 3 doirasi to'qnashadi deydi. Bularning birinchisi deydi, bu g'oyalarning birinchisi Yahudiy va xristianlarning odamatov va momo havo, yaratish, jannat va gunohga berilishi haqidagi an'anaviy tasavvurlar doirasi bo'ladigan bo'lsa deydi. Ikkinchi qoidasi, ikkinchisi qadimgi yunonlarning insonni qilgan narsa, inson qilgan narsa uning aqli, nutqi, oqilligi degan tasavvurlar, g'oyalar ilgari suriladi. Uchinchisida deydi, hozirgi tabiatshunoslikning inson
Yer rivojlanishining ancha kechki mahsuli o'zidan oldingi hayvonot dunyosida mavjud bo'lgan shakllangan energiya va qobiliyatlari birikuvchi murakkablik darajasi bilangina farq qiluvchi jonzot degan yondashuvlarni ilgari suradi Sheller o'z fikrlari va nazarlariga ko'ra. Aziz tinglovchilar, mana bugun sizlar bilan inson falsafasi, insonning kelib chiqishi haqidagi antik davrlardan tortib o'rta asrlar va hozirgi davr faylasuflarning, olimlarning nazariyalarini ko'rib chiqdik va shu o'rinda ong tushunchasi, ong nima, ong qachon paydo bo'lgan va u qanaqa shakllanadi xususidagi nazariyalarni ham o'rganib chiqdik. Bugun sizlarga tushuntiradigan asosiy mavzularimiz, ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur.